Meva kesish, bilmayman nechinchi darsimiz. Olmadan shunaqa chiroyli gul kesishni o'rgatib beraman, oddiy pichoq bilan. Saqrang qilib videoni menga obuna bo'lib qo'ying, hozir o'rgataman. Xullas do'stlar, qaranglar. Olmani mana tegidan ozgina kesib olib tashlaysizlar, shu olma mana shunaqa turishi uchun. Imamitdan mana bunaqasiga oxirigacha kesmasdan prosta pichoqni aylantirib, mana shunaqasiga kesib chiqasizlar olmani. Mana dumaloq ko'rinishda. Oxirigacha kesib olmaymiz, o'rtoqlar. Oxirigacha kesib olsanglar, gulinglar o'xshamay qoladi. Endi qaranglar, kesib oldik. Kesib olgandan keyin bitta tomonidan, mana bitta tomonini kesib olamiz. Kesib oldik. Mana shunaqa qilib kesib chiqasizlar. Bitta tomoni kesildi. Bu bo'lsa, ikkinchi tomonni ham xuddi shunaqa qilib kesib olasizlar. Mana kesildi. Uchinchi tomonni ham xuddi shunaqa qilib kesib olasizlar. Kesib olganingizdan keyin mana bu tomoni turibdi. Bu tomoni turgandan keyin har bitta tomonni mana bittadan olib, xullas mana shunaqasiga kesib chiqasizlar. Oddiy qanaqa kessanglar, uy sharoitida xuddi shunaqa qilib kesib chiqasizlar. Bo'ldi, kesdik. Endi buni qo'ydik. Qo'yganimizdan keyin qolganlarini ham xuddi shunaqa ko'rinishda mana kesib chiqaveradi. Kesib oldik. Buni ham qo'yib qo'ydik. Mana. Uchinchisini ham xuddi shunaqa qilib kesasiz. Kesildi. Endi bo'lsa qo'yildi. Endi hammasini birin-ketirlik bilan mana shunaqasiga chiqarib chiqasizlar. Chiqardik. Ikkinchisini ham xuddi shunaqa mana. Bitta, ikkita, uchta, mana. Chiqdik. Endi bunisini ham bu tomonga qaratib, mana shunaqasiga chiqarib qolasizlar. Manikiga o'xshab shunaqa bo'lib chiqib ketsa, unisidan xavotir olmanglar. U hech narsa qilmaydi. Mehmonlarning oldiga kirayotganda ham tushib ketishi mumkin. Lekin bu juda ham idealniy va chiroyli bo'lib chiqadigan gul. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu juda ham tarelkada ham chiroyli ko'rinadi. Hozir tarelkada ham bitta ko'rsatib beraman. Mana do'stlar. Mana yoqimli ishtaha. Kimga shunaqa kesishlar qiziq bo'lsa, xudo xohlasa menga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali zo'r bomba yengilliklarimiz bor.